Rejalashtirmang birodar. Nimani rejalashtirmang? Davra suhbatini, o'rtoqlar bilan 7 pir ziyoratini, o'rtoqlarni uyiga borib suhbatlashish, chaqchaqlashishlarni rejalashtirmang. Chunki Laylatul Qadr kechasi suhbat qilinadigan kecha emas. Ziyorat, eshik yuradigan kecha emas. Laylatul Qadr kechasi bitta domlani, bitta mullani chaqirib amru ma'rufini hatto eshitiladigan kecha emas bu. Laylatul Qadr kechasi imkon bo'lsa, xufiyona bir o'zingiz uyda ibodat qilib Allohdan nimani so'raysiz qalbdan? Odamlar oldida so'ra olmaysiz uni. Duoda baland so'ra olmaysiz. O'sha narsalarni so'raydigan kecha. Shuni rejalashtiring. Hech qayerga bormayman deng. Hech qanaqangi narsani rejalashtirmayman deng. Ishim bor deng. Imkon qadar bo'lsa xilvatda turib, oila a'zolarini ham turg'izib, bolamiz, qizimiz, kelinimiz, farzandlarimiz turib bir xonaga kirib yoki har joylarda, xonalarda ibodat qilib, Allohdan so'rab, inshaalloh buzuvsiz payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek 1000 oydan afzal kecha. 1000 oy qancha? 83 yili 3 oy. Bir kechaning ibodatining darajasi mana shuncha. Mana shuncha ibodatning savobini oladigan kechamiz bugun. O'sha kuni shirgurunch qilinadi. Bekor gap. Bu bid'at bu. Bu umuman yo'q narsa bu. O'sha kuni nimadir aynan xos taom pishiriladi. Bu yolg'on bu. Bu yo'q unaqa narsa dinda. O'sha kuni xohlagan taomingizni yeng birodar. Shirgurunch yeysizmi, go'sht yeysizmi, nima yesangiz yeng. Aynan Laylatul Qadr kechasida falon ovqat qilinadi degan joy yo'q. Imkoningiz bo'lsa, ovqat yeng, imkoningiz bo'lsa, suv iching, imkoningiz bo'lsa, namoz o'qing, imkoningiz bo'lsa, duo qiling, imkoningiz bo'lsa, Qur'on o'qing. Kechani o'tqazaman deb suhbat eshitib, chaqchaqlashib, yurib, sandiroqlab eshikma yurmang birodar. Kam ibodat qiling, zo'r ibodat qiling. 2 rakat namoz o'qing. O'sha 2 rakat o'qigan namozingizni savobi 83 yilga teng deyaptilar. 2 rakat namoz o'qing, mukammal o'qing, chin dildan o'qing, 5 daqiqa duo qiling, qalbdan duo qiling birodar.